Savol. 32,8 gram alkin yetarli miqdorda kislorod yonishidan hosil bo'lgan karbonat gazi 1,2 mol neon bilan aralashtirildi. Hosil bo'lgan gazlar aralashmasining molyar massasi o'rtacha 36 gram taqsim mol bo'lsa, alkinni aniqlang deyilyapti. Demak, bolalar, alkin yetarlicha yondirilgan, hosil bo'lgan bizda karbonat va neon gaz beryapti. O'rtacha olishimiz mumkin, chunki 1,2 mol neon qo'shilgan. Neonda massasi 20, karbonat angidridniki 44, o'rtacha hosil bo'lgan gaz aralashmasi 36 gram berilyapti. 20 dan 36 44dan 36 ni aytsak 8, 36 dan 20 ni aytgan bo'lsak 16. Biz masalan shart bo'yicha 1,2 mol neon qo'shilgan deyapti. Hali olmadagi olma choy deydi-yu. Bunda ham xuddi shu. Neon to'g'risiga neonni yozdik. Bundan qancha karbonat angidrid deb topadigan bo'lsa 1,2 ni 16 ga ko'paytirib 8 ga bo'lsak 16 ga 8 qisqaradi 2 taqsim 1 ga. Bunda 2,4 mol hosil bo'lgan karbonat angidrid gaziga to'g'ri keladi miqdorda. Demak, bolalar, alkin yongan, SnH2n-2 yonganda bolalar tenglamayman, shart emas, kislorod qo'yib vaqt oladi. Endi karbonat angidrid to'g'ridan to'g'ri yozib qo'yaman bolalar. 32,8 gram uchun 2,4 mol karbonat angidrid hosil bo'lsa, mana o'z o'rniga qo'yib qo'ydim. Xo'p, massa topish formulasi 14n-2 teng bo'lganda enta karbonat angidrid hosil bo'lgan. Endi buni ishlaymiz bolalar. 32,8 ni n'ga ko'paytirsanglar 32,8n teng. Ya'ni qaychi usul bo'yicha ishlaymiz? Buni bu yoqqa, buni bu yoqqa ko'paytiramiz. 2,4 ni 10 ga ko'paytiradigan bo'lsanglar 33,6n minus 2,4 2 ko'paytirsanglar 4,8 ga. Qiymatlarni qisqartiramiz. 33,6 32,8. Bunda 0,8 ga qisqaradi. 0,8n belgisi bilan teng bo'ladi 4,8 ga. Bolalar 4,8 0,8 ga bo'lganinglar 48 ni 8 ga bo'lganinglarga teng. Nechi kara 8 48 edi? 6 kara. Ha, ana endi qiymati 6. Demak, qaysi alkin bo'ladi? Geksin. Geksin. Javobimiz C javob bo'ladi. Bolalar, metandan 2 bosqichda benzol olinadi deyapti. Qaranglar, quyidagicha shunday oson masala. Metanda 1500 gradusda qizdiradigan bo'lsangiz, asilenni hosil bo'ladi. Asilenni trimerlendigan bo'lsangiz, benzol hosil bo'ladi. 11,7 gramidan qancha deb turib, birinchi unum 75%, ikkinchi unumni hisoblab unum bo'yicha ketmay qo'yaverasizlar, chunki tayyor 100% berilyapti. U degani 1 ga 1 degani, to'g'rimi? Birinchi unumni 75% dan qancha deb hisoblab qo'ysanglar, bo'ldi bolalar, javob chiqaveradi. Savollar bormi? Tushunarli. Tushunarli. Yo to'liq ishlab beraymi? Tushunarligi?